Boyni bolasi. Orqamda ko'rib turgan domda 3-etajda 4 xonali uyni sotuvga chiqyapti. Enasini ko'rib yotibdi uyda remonti. Ozgina pul tiqib turib remont qilsalaring shokolad uy bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Boyni bolasi. Mana uyda glavniy eshikdan kirib kelishimizdan koridor, mana bu yerda enasini ko'rib yotgan zal. Uyda remont talab, remont qo'lasizlar, bir pachka menimcha pul ketadi remontlaringga. Uy yomon emas. Umumiy maydon 93 kvadrat metr. Mana hojatxonasi boyni bolasi. Hojatxonasi to'liq remontdan chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, отопленияsi bor. Hojatxonalar hammasi yangi. Faqat chang bosib yotibdi. Boya aytganda hech kim yashamagan ancha yillardan beri. Mana oshxonasi keng, balkoni keng, katta balkon. Remontiga yaxshigina pul ketadi. Uyda egasiga pul yonib yotibdi, qarza kirib qo'ygan egasi. Shuni hisobiga uyni tez sotish kerak. Bitta like bilan bitta kommentariy bosib qo'ysang, men o'ylayman uy tez sotilib ketadi. Biz ham 1-2 so'm soqqa qilib olamiz. Mana bu ikkinchi xonasi. Mana bu yerda 3-xonasi. Bonusiga boyni bolasi mana eski divonni ham tashlab ketaman sizlarga. Javob gapimga. Mana bu yerda hozir yana detskiy xonasini ko'rsataman. Mana bu detskiy xonasi. Kelajakda polaponchalar maza qilib yashaydi. Bu yerda mana vanna xonasi. Vanna xonasi ham to'liq remontdan chiqqan, faqat chang bosib, enasini ko'rib yotibdi. Uyimizning umumiy ko'rinishi shunaqa. Maydoni 93 metr kvadrat. 5-mavze, 3-qavat, 4 xonali uy. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsa 41 ming dollar pul so'ralyapti. Albatta ozgina o'tib beriladi. Pastda o'zim raqamni qoldiraman, shu orqali bog'lansalaring boy aka egasini uchrashtirib qo'yaman, savdosi halol bo'ladi ko'rishguncha.